Xullas, hamma butkachi tinch bo'lib ketdi. Qatga qarama, sapojnik ham tinchlik qilyapti, butkachilik qilyapti, mebelchi ham, boshqasi ham. Mayli, hammani omadini bersin. Karvon ko'p rizqi bo'lay deydi-yu. Mana ko'ryapsizlarmi tentni? Adashmanglar akalar, tent qildirishdan ahvolni ko'ryapsizlarmi? Vashi qo'pol ishlangan mashina. Mana ko'ryapsizlar, mol boylaydigan arqon bor, o'shanda qilingan. Mashina yangi. Aka ham afsuslanyaptilar, lekin qildirganida arzon pulga qildirmabdilar. 11 milliondan 11 million 400 mingga qildiribdilar. Orqasi darvozali bo'lgan mana. Nomeri yo'q, hech qanaqa birovga nima deydi, nomerini ko'rsatib sharmanda qilish yo'q. Prosta adashmanglar. Mana ahvolni ko'ryapsizlar. Mana ko'ryapsizlar, urib yorgan. Mana bizning ish bo'ladi. Mana ish bo'ladi bizning. Tent bilan tent farqi bor akalar. Adashmanglar. Mana ko'ryapsizlar. Ha, tentda. Mana ko'ryapsizlar, vashi cho'tki bor. Mana u ham bizning ishimiz, bu ham bu bizniki emas. Mana. Farq. Shu do'konga qilib berganmiz. Bu do'konga yolg'on bo'lmasa 4 ta 5 ta qilib berganmiz. O'zimizni og'aynimiz bo'ladi, do'stimiz. Yana bittasi tentligi. Kim kerak bo'ladigan bo'lsa, akalar murojaat qilinglar.